(1405-yilda sohibqiron Jahongir Temurning nogoh vafoti butun saltanatga katta notinchliklarni olib keldi. Shahzoda Halil Sulton Samarqandni bosib oldi. Asli valiahd hisoblangan Pir Muhammad Mirzo Balx hududlaridagi hokimligini davom ettirdi. Amir Temurning kenja o'g'li Shohrux Mirzo esa Xuroson egasi edi. Halil Sultonning maishatbozligi davlatga ulkan zarar keltirdi. Samarqand taxti aslida bu Temuriy shahzoda qo'lida emas, balkim uning zavjasi Shodimulk begim qo'lida edi. Shodimulk begim 1406-yilda sohibqiron hazratlarining bosh malikasi bo'lgan Saroy Mulk xonimni zaharlab o'ldirdi. 1407-yilda esa Pir Muhammad Mirzoning bosh vaziri Pir Alitoz bilan birga Pir Muhammad Mirzo va oilasini o'ldirdilar. Shundan so'ng Shohrux Mirzo Balx hududlarini ham o'z davlatining tarkibiga oldi. Halil Sulton siyosatiga qarshi bo'lgan amirlar isyon ko'tarishdi. Bu isyonga Xudaydod Husayniy boshchilik qildi. Sheroz qishlog'ida Xudaydod va Halil Sulton jangida Halil Sulton mag'lubiyatga uchradi. Bundan xabar topgan Shohrux Mirzo Samarqand sari ot surdi. Xudaydod Shohrux Mirzoga jangsiz taslim bo'ldi va Xo'jand orqali Andijonga qochdi. U yerda Mo'g'uliston podshosi Muhammadxondan ko'mak so'radi. Muhammadxon Shohrux Mirzo bilan o'rtalaridagi iliq munosabat sabab Xudaydodning boshini Shohruxga yubordi. Halil Sulton esa Turkistonga qochdi. Shohrux Mirzo o'z taxtida, amaldorlar esa saf tortib xabar kutmoqdalar. Chodirga Shohmalik kirib ta'zim qiladi. Shohmalik: hukmdorim, Mo'g'uliston hukmdori Muhammadxon sizga tuhfa yuboribdilar. Olib kirsinlarmi? Shohrux Mirzo: keltiring. Ikki sipohiy askar katta og'zi yopiq xum ko'za ko'tarib kirdi. Shohrux Mirzo ko'z harakati bilan ko'zani ochishni buyurdi. Sipoh ko'zani ochib, ichidan inson boshini oldi. Bu bosh Xudaydodniki edi. Shohmalik: on hazrat janoblari, bu bosh Xudaydodniki. Uni keltirgan elchi ham buni ta'kidladi. Shohrux shaxt bilan o'rnidan turadi va tezda hozirlaning. Turkistonga jo'naymiz. Endi Halil Sulton bilan ishimiz qoldi xolos. Amaldorlar bosh egib ta'zim bajo ayladilar. Xos kanizak haram yo'lagidan yurib bordi va eshikni taqillatdi. Bu xona marhum shahzoda Mironshoh Mirzoning rafiqasi Xonzoda begimga tegishli edi. Kanizak ichkariga kirib: "Malikam, Gavharshod begim saroyga kelayotgan emish. Barcha malikalar va saroy a'yonlari ularni tashqarida kutib olishar ekan. Sizga ham yetkazib qo'yishimni ta'kidlashdi." Malika: "Yaxshi, chiqishing mumkin." O'ziga o'zi: Gavharshod, axir yillar o'tib yana ko'rishar ekanmiz-da. Bosh malika Gavharshod begim ot aravasi, bir qancha otliq askarlar va ot aravalar bilan saroy darvozasi yonida to'xtadi. Aravadan 30 yoshli Yusuf og'a
va xos kaniz tushdi. Malika Gavhar Shodbegim aravadan nimtabassum bilan saroyga qaradi va ot aravadan sekin tushdi. Uni kutib olishga 5 kaniz qiz va saroyning old xizmatchilaridan Gulsora bor edi. Gulsora: "Malikam, omon eson yetib keldingizmi?" "Shukrlar bo'lsin. Nihoyat yana eski uyimga qaytdim. Saroyga hanuz termilib. Saroyda hammasi joyida degan umiddaman." "Albatta. Boshqacha bo'lishi mumkinmi? Faqat tartib-qoidalar ancha o'zgargan. Xabaringiz bor. Shodimulk begim davrida ancha adolatsizliklar bo'lib o'tdi. Eshitdik. Bundan buyon unday bo'lmaydi. Hammasi o'z iziga tushadi." deb yurdi. Orqasidan boshqalar ham ergashdi. Ichkari hovlida hech kim yo'qligini ko'rgan Malika hayron bo'lib: "Gulsora, qani qolganlar, nega hech kim tashqariga chiqmadi?" Oxirgi voqealar hammani toliqtirdi Malikam. Undan tashqari saroyda kim ham bo'lishi mumkin? Ancha hovillab qoldi. Xonzoda begim o'g'li Turkistonga qochgandan keyin sog'lig'i yomonlashdi. Shodimulk begim ham alohida xonadalar. Tuman og'o taqdiri o'zingizga ma'lum. Gavharshod begim ulkan saroyning bu ahvolda tushganini ko'rib, ichida xo'rsindi. Amir Sulaymonshah saroyi. Saroy bog'i. Oliy nasab Malika Sultonbaxt begim tilla rangdagi qaychi bilan gullarni parvarishlamoqda. Yonida xos xizmatchisi Salima Bonu Malikaga bitilgan xatlarni o'qimoqda. Salima: "Malikam, Ko'ksaroydan Badiya Bonu ham maktub bitibdi." O'qchi: "Muhtaram va aziz Sota oliyamiz Sultonbaxt begim, sizni va yoningizdagilarning salomatligi omonmi? Erta-yu kech duoyimizdasiz. So'nggi bo'lgan voqealardan sizni ham xabardor qilmakni istadim. Xudaydod Andijon zari qochganini oldingi maktublarimda yozgan edim. Shundan so'ng Halil Sulton Turkiston sari qochibdi. Muhammadxon ismli mo'g'ul xoni Xudaydodni o'ldirib, hukmdori azizimizga yuboribdilar. Ba'zi gaplarga qaraganda Shohrux Mirzo Turkiston sari yo'l olgan emish. Saroydagi xizmatchilar yaqin kunlar ichida Gavharshod begim Ko'ksaroyga tashrif buyurishini aytishmoqda. Keyingi voqealardan ham sizni xabardor qilib boraman. Omon bo'lmog'ingizni tilab, Badiya Bonu." Malika: "Shohrux davlat tepasiga ertami kechmi kelmog'i tayin erdi." Halil ham ahmoq xotini Shodimul gapiga kirdi. "Saltanat ahlini ko'rmagan kuni qolmadi. Shohrux Mirzo sizni ham Samarqandga taklif etishi mumkin Malikam. Axir opasi bo'lasiz." "Albatta. Boramiz. Hozircha o'zidan iltifot kutaylik. Keyin bir gap bo'lar." Halil Sulton Turkistonda o'zining atigi 20 ta askari bilan qolgan edi. Qochoq nomini olgan bu sobiq hukmdor chodiri va yana 3 ta chodir bor. Uning boshpanasiga sipoh kirdi va: "Hukmdorim, shaharga borib qaytgan askar bir qancha xabarlar bilan kelibdi." "Darhol kirgiz", dedi shoshilib. Xonaga aholi kiyimida kiyingan yosh bir yigit kirdi. "Xo'sh, gapir. Nima xabarlar bor?" "Hukmdorim, xalqning so'ziga ko'ra vazirlaringiz Bobo Turmush va Arg'unshoh Shohrux Mirzo tomonidan qatl etilibdi. Xudaydodni esa mo'g'ul xoni Muhammadxon o'ldiribdi. Shohrux Mirzo biz tomon ot surmoqda ekan." Tuzoqqa tushdim. Qaydan ham bu yerga keldim ha? Malika Saroy mulk xonim xonasi ochildi. Gavharshod begim sekin kirdi. Orqasidan boshqalar ham keldi. Malika bir zum kelinlik davrini xotirladi. Bu xonada Bibi xonim bilan bir qancha bayram tantanalar, azalar o'tgan edi. Malika sekin yurib
tepadagi o'rindiqqa borib o'tirdi. Gulsora, menga Xonzoda begimni chaqir. Ikkalamizga choy ham hozirla. Yusuf og'a, sen ham boraver. Qizlarim, o'g'illarim kelganda xabar qilarsan. Ular xonadan birin-ketin chiqishdi. Shohrux Mirzo qarorgohi. Xoqoni Said Shohrux Mirzo o'z harbiy chodirida kitob mutolaasi bilan mashg'ul edi. Chodirga Shayx Nuriddin kirib ta'zim etdi. Podshoh hazratlari, Halil sulton yeri aniqlandi. Nimani amr etasiz? Darhol sipohlar yuboring. O'z ixtiyori ila taslim bo'lsa, qon to'kilmasligi yetkazilsin. Amringiz bosh ustiga, deya Shayx Nuriddin ta'zim qilib chodirdan chiqdi. Chodirga Darbon Sodiq og'a kirdi va hukmdorim Shahzoda Muhammad Tarag'ay huzuringizga tashrif buyurdi. Kiriting. Chodirga sohibi ilm yosh Shahzoda Muhammad Tarag'ay kiradi. U padariga ta'zim qilib, "Ota, siz bilan suhbatlashmoqni istadim." "Kel Muhammad, o'tir." Otalig'imiz Shohmalik aytganlariga qaraganda Halil sulton qayerdaligi ma'lum bo'libdi. Ha. Hozir xabar olib kelishdi. Uni qatl etasizmi? Yo'q. Bir Temuriy bo'la turib, uni jonini ola olmayman. Ne bo'lsa-da, u xonadonimiz vakili. Aksincha, unga biror viloyat hokimligini bermoqchiman. Men siz unga rahm qilishingizni kutmagandim. O'g'lim, har doim adolat tarafini tut. U aslida yomon razil podshoh emasdi. Uning yonidagi amaldorlar g'araz botqog'iga botgan edi xolos. Shuning uchun Bobo Turmush va Arg'unshoh o'z jazosini oldi. Meni angladingmi? Ha ota, sizni tushundim. Shohrux Mirzo nim tabassum qiladi. Malika Gavharshod xonim o'tirgan xonaga Jahongir va Mironshoh mirzolarning bevasi, Halil sultonning volidai muhtaramasi bo'lgan Xonzoda begim kirdi. O'zidan yoshi kichik bo'lsa-da, Gavharshod begimga ta'zim qilmog'i zarur edi. Ta'zim qildi. Ular bu saroyda bir-birlari bilan uzoq yashamagan bo'lishsa-da, juda yaqin edilar. Hurmat yuzasidan Gavharshod begim o'rnidan turdi. Gavharshod begim, Xonzoda begim deya quchoqlashib ko'rishdilar. Xonaga Yusuf og'a boshchiligida choy olib keltirildi. Gavharshod begim, o'tiring. Ikkala malika saroy mulk xonim o'rniga o'tirib suhbatga kirishdilar. Xonzoda begim, yaxshimisiz? Sizni ko'rmaganimga yillar bo'libdi-ya. Shukr. Allohimni bergan kunni yashayapmiz. Gaplarga qaraganda tobingiz yo'qmish? Ha. Biroz ikkinchi padarimiz bo'lgan Temur vafotidan keyingi yillar ancha toliqtirdi. O'ylamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sizdan bir narsani so'ramoqchi edim, xo'sh? Shu yerda saroyda yashasam degandim, zero endi o'g'lim taqdiri ham noma'lum. O'g'lingiz hukmini hukmdorimiz hal etadi, ammo haramda bemalol yashashingiz mumkin. Axir siz va men bu saroyda necha bahorni o'tkazdik. Endi ham shunday bo'ladi. Ming rahmat sizga, Gavharshod. Agar Shohrux Mirzo ham o'g'limni kechirsa, sizlardan umrbod qarzdor bo'lib qolardim. Men unga aytgandim, o'sha Shodimulkni so'zini tutma deb tinglamadi. Menga quloq tutmadi. Oldin Mironshoh Mirzo o'ldirildi. Keyin Ko'ksaroyga kelgandim. O'g'limni tanimadim. Menga farzand dog'i kammidi. Elda Halildan ham ayrilay deb turibman. Kuyinmang. Shohrux Mirzo adolat qiladi. Bu ishlarni asli boshida turgan shoqollar jazosini oldi. Ular xonadon vakillarining o'limiga sabab bo'lgan. Bir ona sifatida sizni tushunaman. Siz uchun qo'limdan kelganini qilishga harakat qilaman. Gavharshod begim. Yusuf og'a, huzurimga Shodimulkni keltir. Shodimulk xonim hibs etilgan haramdagi xona. Eshik ochildi. Joriya qiz martabasini o'z qo'li bilan yerga urgan Shodimulk uchun ovqat keltirdi.
Shodimulk kanizakka: "Qachongacha bu yerda o'tiraman? Shohruh Mirzo saroydami?" "Aybga buyurmaysiz malikam. Sizga biror gap aytmaslik buyurilgan." Malika asabiylik va pisandsizlik bilan e'tiborini boshqa yerga qaratishga harakat qildi. Ot arava ichida Xoqon Saidning 2 go'zal qizi va 2 shahzoda kelardi. 7 yoshli kenja shahzoda Muhammad Jo'qi opalari Maryam Sulton va Saodat Sultonga: "Qachon saroyga yetamiz opajon?" Maryam Sulton nam tabassum ila: "Oz qoldi ukajon, oz qoldi. Volidamiz bizni kutyapti." Boysunqur Mirzo ham suhbatga aralashib: "Bobomiz Sohibqiron hazratlarining saroyi katta bo'lsa kerak-a?" "Ha, Boysunqur, juda ulkan. Shu bilan birga juda go'zal ham." 60 yoshli Oyzoda ismli ayol o'ralgan holatda savdo rastalarini kezardi. Xaridor ayollar orasidagi bir xotin ikkinchisiga: "Eshitdingizmi? Sohibqiron hazratlarining kelini Gavharshodbegim begim Ko'ksaroyga kelibdi. Saroy go'yo nurga to'lgandek emish. Yaqinda Saroy mulk xonim vaqfiyalariga ham kelarmishlar." Oyzoda ma'yus yuz bilan hayron bo'lib qoldi. Xalil Sulton qarorgohi. Chodirga sipoh kirib, Xalil Sultonga: "Hukmdorim, Shohruh Mirzo elchilar tashrif buyurdilar." Biroz o'ylanib qolgan Xalil Sulton javob qildi: "Kirgizing." Chodirga 5 dan ortiq sipoh askar kirib ta'zim qildi va ularning boshlig'i maktubni olib: "Shahzoda Xalil Sulton hazratlari, Movarun Nahr va Xuroson hukmdori Xoqon Said Shohruh Mirzodan maktub keltirdik." Xalil Sulton imo ishora bilan xatni o'qishni buyurdi. Sipoh o'qishga kirishdi. "Xalil Sulton, sening bugungi kunga qadar qilgan ishlaring og'ir badalga mosdir. Biroq sen bir xonadon vakili bo'lganliging uchun afv etaman. Yonimizga kelib afv etishimizni so'rasang, sen va sening tarafdorlaringni qoni to'kilmasligiga va'da beraman. Aksi taqdirda qatlingga hukm chiqarmoqqa majbur bo'lamiz. Xoqon Said Shohruh Mirzo." Gavharshodbegim xona ayvonida saroy hovlisiga qarab turibdi. Orqasidan sekin Shodimulk begim keldi. Gavharshodbegim Shodimulkni ta'zim qilmaganini sezib: "Sen bir narsani unutding. Ta'zim qil. Siz o'zingizni oliy nasab deb bilmang. Men ham siz ham xonadonga kelinmiz xolos. Men saltanat bosh malikasiman. So'zlaringga diqqat qil. Taqdiringni men hal etganimda sen bu yerda bo'lmasding. Meni kamsitgansiz. Siz ham, Saroy mulk xonim ham ikkinchi bo'lib qolaverganman. Endi ko'ring, tuman og'a qani? Saroy mulk xonim qani? Men murodimga yetdim. Endigi taqdirim qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu davlat so'ngini yaratdim. Sulolaga endi raiyat ishonmaydi. Afsus. Bibi xonim seni qizidek ko'rdi. Seni nabirasiga kelin qildi. Ammo sen nima qilding? Bir malika jonini olding. Qanday qo'ling bordi bunga? Bilib qo'y. Senga oliy jazoni berishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Gunohlaring aslo jazosiz qolmaydi. Kanizlar, olib keting Shodimulkni. Xonadan chiqazilmasin. Amir Nuriddin saroyi. Saroy yo'lagidan 15 yoshli To'ti begimdan yodgor qolgan va tuman og'oga Sohibqiron tomonidan topshirilgan Shohruh Mirzoning yana bir o'g'li Ibrohim Mirzo tuman og'o xonasiga bormoqda edi. Yo'lakning u tarafidan 42 yoshli tuman og'o yonida ikkita joriyalari bilan kelardi. Bu malika Temur vafotidan keyin doim qora kiyimni odat qilgan edi. Malika kichik shahzodani ko'rib: "Ibrohim, shahzodam, volidam, sizning yoningizga borayotgandim. Birga taomlanmoqni istagandim." "Albatta, birozda qaytaman Ibrohim." Malika yo'lda davom etdi. Amir Nuriddin xonasi. Amir Nuriddin o'z xonasida davlat ishlari bilan mashg'ul edi. Xona eshigi taqilladi. Amir: "Kir." Xonaga latofatda tengi yo'q malika tuman og'o kirdi. Malika biroz turib gap boshladi.
Oxirgi voqealardan xabaringiz bormi? Yaqin orada bo'lgan arzirli voqealar juda ko'p, Malika. Qaysi birini aytmoqdasiz? Shohruh Mirzo Samarqandni egallaganini. Buni men va davlatimga mutlaq aloqasi yo'q. Hatto sizga ham. Siz endi qochmak uchun teshik axtarmog'ingiz darkor. Amir Nuriddin, zero erta yo indin joningiz xavf ostida qoladi. Qochish fitratimda yo'q. Sevimli o'g'lim endi ekan hech narsaga botina olmagay. Halil sultonga rahim qilishi mumkin, ammo sizga aslo rahim qilmaydi. Siz saltanat malikasini va bo'lajak valiahdlardan birini garov sifatida ushlab turibsiz. Kechirilmas gunoh ostidasiz. Men tayyorman. Shohruxning qo'ldan nima kelishini ko'ramiz. Amir Nuriddin osonlikcha yengiladiganlardan emas. O't bilan o'ynashmang. Siz va Halil sulton sohibqiron bevasiga adolatsizlik qilgansiz. Amir Nuriddin o'rnidan turib, yurib so'zlay ketdi. Davlat ishida Halil ahmoqlik qilgani rost, ammo mening har bir qarorim uzoq o'ylangan va to'g'ri yo'lga qo'yilgan. Bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Chiqishingiz mumkin, Malika. Malika asabiyroq kayfiyatda xonadan tez chiqdi. Shohruh Mirzo jang chodirida amaldorlar bilan suhbatlashmoqda. Chodirga sipoh kirib, hukmdorim, Halil sulton o'zining tarafdorlari ila taslim bo'ldi. Huzuringizga olib keldik. Halil sultonni kirgizing. Chodirga 5 dan ortiq sipoh kirib, Halil sulton olib kelindi. Bizni Halil bilan yolg'iz qoldiring, dedi Xoqoni Said. Bosh sipohlardan biri, hukmdorim, xavfli bo'lishi sizlarga chiqing dedim baland ovoz bilan. Chodirda 2 temuriydan boshqa hech kim qolmadi. Shohruh Mirzo, endi menga ayt Halil. Nega bularni qilding? Seniki bo'lmagan saltanatga ega chiqmoqni istading. Validam Saroy mulk xonimni o'limiga ko'z yumding. Pir Muhammadni oilasi bilan jonini oldingiz. Bularning atrofida xalq ham aziyat chekdi. Xo'sh. Halil sulton, men bobomdek buyuk Turon qurmoqni istagandim, ammo bo'lmadi. Atrofim to'la gazandalar ekan. Kech tushundim. Meni affeting, deya Halil ta'zim qilib tiz cho'kdi. Shohruh Mirzo uning yoniga kelib, yelkasidan ushlab turg'izdi va endi senga oxirgi imkon beraman. Rayga hokim etdim seni. Zavjang orqangdan boradi. Agar yana biror noo'rin harakating sezilsa, oxirgi chorani qo'llashga majbur bo'laman. Otang, bobolaring kabi adolatli bo'l Halil. 2 temuriy quchoqlashdi. Shohruh Mirzo, Shohmalik, chodirga Shohmalik kirdi va ta'zim etdi. Tezda hozirlik ko'rilsin. Samarqandga, Ko'ksaroyga jo'naymiz. Amringiz bosh ustiga, podshohim. Qaram yo'lagidan Malika Gavharshod begim, xizmatchilar Gulsora, Yusuf og'a va yana 2 kaniz bilan kelardi. Gavharshod begim, Gulsora, Oyizoda boni saroyda ishlardi, ko'zim tushmadi. Faqat ular ham qurbon bo'ldi demagin. Oyizoda boni tirik, ammo saroyda emaslar. Bibi xonim vafotlaridan oldin ularni ozod etganlar. Hozir Samarqanddami? Albatta, lekin qayerda yashashlaridan bexabarman. Yusuf og'a, Oyizodani uyini qayerdaligini aniqlang. Bu ayol biz uchun muhim. Saroy darvozasi yoniga ot arava yaqinlashdi. Undan 2 joriya tushib, Shohruh Mirzoning yana bir zavjasi Mulk og'a begimning tushishiga ko'maklashdi. Egnidagi va boshidagi to'q qizil rangdagi toj va hashamatga boy kiyim uning kuch-g'ayratini ifoda etar edi. Taqdirning unga bitgan yagona va eng katta baxtsizligi farzandsizligi edi. Malika ot aravasidan so'ng otliq sipohlar bilan himoyalangan Gavharshod begim farzandlari o'tirgan arava ham yetib keldi. Aravadan 2 shahzoda,
va 2 yosh malika tushib Mulk og'a yoniga keldi. Malika Xoqon Said farzandlariga, ular esa malikaga ta'zim qildi. Mulk og'a: "Yaxshi yetib keldingizmi? Ko'rib qo'ying. Dunyoning barcha haybati va shonini o'zida to'plagan o'sha ko'k saroy." Maryam Sulton begim: "Validangiz kelishingizdan xabardormidi?" "Ha, begim." "Unda kira qolaylik. Bismillahirrohmanirrohim," deya qadam tashladi. Barcha ichki hovli orqali haramga kirdi. Darbon: "Ehtirom, Malika Mulk og'a begim va Shohrux Mirzo farzandlari." Hamma joriya va kanizaklar ta'zim qildi. Ular orasida Badiya Bonu va Gulsora ham bor edi. Badiya Gulsoraga sekin: "Ana, 2 kundosh yana bir yerdalar. O'chir ovozingni, joningdan to'ydingmi?" dedi Gulsora ohista tovushda. Gulsora malikalar va shahzodalarga qarata: "Malikalarim, shahzodalarim, xush kelibsiz. Saroyimiz nurga to'ldi." "Xush ko'rdik, Gulsora. Gavharshod Saroy Mulk xonim xonasidami?" "Ha, begim. Farzandlarini boshlab bor. Ularni kutgandir." "Albatta." Badiya Bonu chetdan voqealarni kuzatib, Sulton Baxt begimga maktub sifatida nimalarni yozib yuborishni ko'zlab turdi. Gavharshod begim o'tirgan xona eshigi taqqilladi. "Kir." Yusuf og'a kirib: "Begim, farzandlaringiz kelibdilar. Kirsinlarmi?" Malika tabassumda: "Ha, kirsinlar," dedi va o'rnidan turdi. Xonaga birinchi Muhammad Jo'qi "Volidam" deb yugurib keldi. Uning izidan Boysunqur va 2 malika ham shoshib keldi. Bosh malika Gavharshod begim har bir farzandi bilan quchoqlashib ko'rishdi. "Arslon shahzodalarim, go'zal qizlarim mening. Yaxshi keldingizmi?" "Ha, volidam," dedi Saodat Sulton. "Siz ham yaxshimisiz?" "Shukr, jajji malikam." Boysunqur Mirzo: "Volidam, bu saroyni bobom Amir Temur qurdirganmi?" "Ha. Saroyni tomosha qiling. Ertadan hamma dars mashg'ulotida davom etadi." Malika xizmatchilarga qarab: "Qizlar, bizga dasturxon tuzang. Farzandlarim bilan tanovul qilamiz." Halil Sulton chodiriga sipoh kirib, ta'zim qildi va: "Shahzodam, rayga ketishingiz uchun barcha narsa hozirlandi. Chiqaver." Halil Sulton ulkan xato qilganini pushaymonlar bilan xotirlay ketdi. Shohrux Mirzo Samarqand sari yo'l olmak uchun maxsus kiyimlarini kiyib hozir bo'ldi. Ichki tug'yonlari jo'sh urib, chodirdan ohista chiqa boshladi. "Men Sohibqiron Jahongir farzandi, marhuma Tag'oy Turkon og'a yodgori, Amir Tarag'ay avlodi Bibi xonim farzandi, butun Temuriy saltanatining yakka hukmdori Shohrux Mirzo. Men padari in'om etgan jannat makon Xuroson o'lkasida 20 yoshida hokim etilgan xonadonning kenja shahzodasi. 6 yoshida volidasidan ayrilgan, o'zga malikani qaramog'ida ulg'aygan mas'um shahzoda. Oilasini sevgan, padari vafotidan keyin ularni shamollardan, bo'ronlardan asragan, butun davlat yukini o'z bo'yniga olib birlashtirmakka bel bog'lagan Temuriy Xoqoni Saidi Shohrux Mirzo bo'laman."